AQSh dollari 17 so'm 18 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari 2320 so'm 34 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.262.034 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 1.6% ga oshdi. Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 10 fevral 2026-yil sanasida O'zbek so'mining Markaziy bankdagi valyuta kurslari hamda banklardagi olish-sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollarining banklardagi olish-sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari sotib olish ya'ni maydalash bo'yicha banklar reytingi. AQSh dollari sotish bo'yicha banklar reytingi. Yevro 106 so'm 50 tiyinga oshdi. 1 yevro 14.614 so'm 39 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.461.439 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 3.5% ga oshdi. Yevroning banklardagi olish-sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. Yevro sotib olish ya'ni maydalash bo'yicha banklar reytingi. Yevro sotish bo'yicha banklar reytingi. Rossiya rubli 40 tiyinga tushdi. 1 Rossiya rubli 159 so'm 36 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 159.360 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 3.8% ga oshdi. Rossiya rublining banklardagi olish-sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. Rossiya rubli sotib olish ya'ni maydalash bo'yicha banklar reytingi. Rossiya rubli sotish bo'yicha banklar reytingi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 30 kopeykaga oshdi. 1 AQSh dollari 77 Rossiya rubli 31 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7731 Rossiya rubli 14 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 2.2% ga tushdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.